Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Viruslar haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Viruslarning o'rganilish tarixi. Viruslar birinchi marotaba 1892-yilda Ivanovskiy tomonidan tamaki o'simligida uchrovchi tamaki mozaikasi virusi kashf qilinishi bilan aniqlana boshlandi. Ivanovskiy birinchi marotaba ushbu kasallik qo'zg'atuvchisi bakteriyali filtrdan ham o'ta olishini aniqladi. Ya'ni bizda bir suyuqlik bor. Ushbu suyuqlikda tamaki mozaikasi deb ataluvchi virus bor. Ya'ni suyuqlikda viruslar bor. Biz uni maxsus filtr qog'ozdan o'tkazsak, bu filtr qog'ozdan demak suyuqlikka qo'shilib viruslar ham o'tib keta oladi. Bakteriyalar esa bu filtr qog'ozdan o'tolmaydi. Shuning uchun bu bakteriyali filtr deyiladi. Ya'ni suyuqlikda agar bakteriyalar bo'lganda edi, filtrda ushlab qolinardi. Lekin bu yerda viruslar o'sha filtr qog'ozdan ham o'tib ketdi. Demak, ularning o'lchami bakteriyanikidan ham kichik va ular bakteriya emas. Ular yangi bir organik olam, yangi tirik mavjudot ekanligi birinchi marta Ivanovskiy tomonidan aniqlangan. Ular demak bakteriyali filtrdan ham o'ta oladi degan tushuncha kelingan. Keyinchalik Leffler va Frosh tomonidan hayvonlarda uchrovchi oqsil kasalligining qo'zg'atuvchilari ham bakteriyalar, ya'ni bakteriyali filtrdan o'ta olishi aniqlandi. Demak, ular ham yangi bir organizm ekanligini e'tirof etdi. Keyinchalik 1917-yilda kanadalik olim Ariel tomonidan bakteriyalarni zararlovchi bakteriofag virusi kashf qilindi. Ya'ni bu virus bakteriyalarni nobud qiladi. Demak, mana shu kashfiyotlardan keyin virusologiya faniga yangi organizmlarning kashf etilganiga asos solindi. Viruslarning o'ziga xos xususiyatlari. Viruslar faqat hujayra ichida yashaydi va shuning uchun hujayra paraziti deyiladi. Biz oldingi video darsliklarimizda ham aytib o'tdik. Viruslar bular hujayraviy tuzilishga ega emas. Hujayradan tashqarida tiriklikni namoyon qila olmaydi. Faqat hujayraning ichida tirik bo'lib yashay oladi. Hujayradan tashqarida esa nofaol tirik organizm ko'rinishda bo'lmaydi. Viruslar hujayradan tashqarida erkin yashay olmaydi va ko'paya olmaydi. Viruslarning, ya'ni metabolizm moddalar almashinuvi hujayraning ichida kechadi. O'zi mustaqil moddalar almashinuvini, metabolizmni amalga oshira olmaydi va viruslar bakteriyali filtrdan ham o'ta oladi. O'lchami bakteriyalardan ancha kichik bo'ladi. Viruslarning tuzilishi. Viruslarning tuzilishi judayam sodda. Viruslar bor yo'q ikkita qismdan tashkil topgan. Tashqi o'rab turadigan qobiq kapsiddan iborat. Bu kapsid oqsildan tashkil topgan bo'ladi. Demak, tashqi qobiq oqsilli kapsid, ichkari o'rta qismida esa irsiy axborot saqlovchi DNK yoki RNKsi bo'ladi. Demak, viruslarning tuzilishi mana shunday ikkita qismdan iborat bo'ladi. Viruslar oqsil kapsidiga ko'ra bir-biridan farqlanmaydi. Viruslar ichidagi DNKsi yoki RNKsi bor yo'qiga ko'ra farqlanadi. Shuning uchun ham DNK saqlovchi va RNK saqlovchi viruslar mavjud. DNK saqlovchi viruslarga bakteriofag va adenovirus kiradi. RNK saqlovchi viruslarga ensefalit, qizamiq, qizilcha, quturish, gripp kabi viruslar kiradi. Demak, viruslarni biz DNKli yoki RNKli viruslarga ajratamiz. Viruslarning hujayraga kirishi. Biz yuqorida aytib o'tdik, viruslar faqat hujayraning ichiga kirganda faol harakatni boshlaydi, hayotiy jarayonlarni boshlaydi. Viruslarning hujayraga kirishi ikki xil usulda: maxsus oqsil retseptorlar yordamida yoki pinotsitoz vakolalar yordamida amalga oshadi. Demak, bu yerda mana oqsil retseptorli bog'lanish. Ya'ni virusning retseptori hujayra retseptori bilan bog'lanadi va virus o'zining kapsida ichidagi DNKsini yoki RNKsini hujayraning ichki qismiga kiritadi. Faqat virusning DNKsi hujayra ichiga kiradi, kapsid esa tashqarida qoladi. Bu maxsus oqsil retseptor usulida kirish. Endi pinotsitoz usulida kirganda virus bunda hujayraning ichki qismiga suyuqlik pinotsitoz ko'rinishida botib kiradi, vakuola bo'lib botiqlik hosil qilib kiradi va virus hujayraning ichiga vakuola ko'rinishida kiradi va virusning DNKsi hujayraning ichki qismiga keyinchalik o'tadi. Demak, viruslarning hujayraga kirishi mana shu usulda boradi, faqatgina virusning DNKsi yoki RNKsi hujayra ichiga kiradi. Viruslarning hujayradan chiqishi. Viruslar hujayradan kurtaklanib yoki portlab chiqadi. Bu kurtaklanib chiqish. Virus hujayradan bitta uzilib chiqadi. Natijada hujayra asta-sekinlik bilan nobud bo'ladi. Portlab chiqqanda esa viruslar hujayra ichiga sig'maydigan darajada ko'payib ketadi va virus hujayrani parchalab, ya'ni nobud qilib, eritib, lizis qilib chiqadi. Bu portlab hujayradan chiqishi mana shunday tarzda amalga oshadi. Bakteriya virusi, bakteriofag. Bu virus bakteriyalarda parazitlik qilib, bakteriya hujayralarini nobud qiladi
yoki qisqacha qilib fag ham deb ataymiz. Bakteriofag virusining 5 ta qismi bor. Bularning birinchisi boshcha, yoqacha, g'ilof va dum. Mana shu 4 tala qism bakteriofagning mana shu 4 tala qismi oqsildan tashkil topgan bo'ladi. Bakteriofagning ichki boshchasining ichida esa DNKsi joylashgan bo'ladi. Bakteriofag virusining hujayraga kirishi qanday amalga oshadi? Bakteriofag virusi bakteriya hujayrasiga bog'lanadi va o'zining genomini, ya'ni DNKsini kapsida yordamida ichkariga kiritadi. Ya'ni bakteriofagning kapsida tashqariga qoladi, faqatgina bakteriyaning ichiga bakteriofag DNKsi kiradi. Kirgan DNK esa o'zini reduplikatsiya qilib ko'payadi. Ya'ni bakteriofagning DNKsi bakteriya ichiga kirgandan keyin tezlik bilan bakteriyaning energiyasi yordamida bakteriyadan foydalanib o'zini ko'paytiradi. Fag DNKlari ko'payadi. Keyin fag DNKlari o'ziga maxsus kapsid shakllantiradi, ya'ni oqsil qobiq hosil qilib, DNKsi qobiq bilan o'ralib haqiqiy bakteriofaglarga aylanadi. Va bakteriyaning ichida ko'plab faglar paydo bo'ladi va bu faglar bakteriyalarni parchalab, lizis qilib, bakteriya hujayrasidan tashqarisiga chiqadi. Bakteriyalarni nobud qiladi. Insonlarda uchrovchi virusli kasalliklar. Eng birinchisi bu gepatit. Gepatitning A, B, C, undan tashqari D va E formalari uchraydi. Gepatit virusi jigar hujayralariga ziyon keltiradi. Masalan, bu sog'lom jigar bo'lsa, bu esa gepatit bilan zararlangan jigar. Juda ham ayanchli holatda. Navbatdagi viruslarimiz gripp va koronaviruslar barchamizga tanish bo'lgan. Ushbu viruslar nafas yo'llarida parazitlik qiladi va insonlarning nafas yo'llarida kasalliklar keltirib chiqaradi. Gerpes virusi xalq orasida keng tarqalgan uchuq nomi bilan ataluvchi virus, asosan lab epiteliysiga ziyon keltiradi. Quturish viruslari esa hayvonlarda va odamlarda nerv to'qimasiga ziyon keltirib, quturish kasalligiga sababchi bo'ladi. Viruslar haqida yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.